Ko'rdinglarmi bo'lganini? Bu vaziyatda shu ko'chadan chiqayotgan transport vositalarini ichki ishchi xodim to'xtatib, svetoforni qizil ishorasida harakatlanayotganini bayonnoma rasmiylashtirgan. Ko'ramiz. Bu vaziyatda svetofor berilmagan. Nima chiqishi boshlayapti? Svetofor qizil yonyapti-ku. Qizil yongan bilan chorrahani ichidagi svetoforni oldida to'xtash chizig'i yo'q bu. 5:33 belgi berilmagani bu yerga. Ichida bo'lib chorrahani. Nimaga to'xtashimiz kerak? Bu svetofor bo'luvchi, mana chizib turibdi, to'xtaydi bu yerda. Mantiqiy o'ylasam ham chizuvni bu yerga chizayotgan bekorga emas-ku. Bu yerga bemalol chiqib ketish uchun chizmayapti. Navoda bu chizuvlarni bir xil joylar borki, to'xtatishni ma'qul chizadi. Bundoq chizib qo'yadi, bundoq qilib. Svetofor qo'yadi. Bu yerda chiqayotgan transport bo'lsa ham to'xtaydi, bor shunaqa joylar. Lekin bu unaqa joy emas-ku. Iltimos, ichki ishchi xodimlari, ayrimlari bunaqa noo'rin bayonnoma rasmiylashtirmaydi. Hammamiz qoidaga rioya qilaylik. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingiz chiqmasin.